Assalomu alaykum qadrli talabalar, mavzuni davom ettiramiz. Qishloq xo'jaligi va fan. GMO, ya'ni genetik modifikatsiyalashtirilgan organizmlar hosildorlikni oshiradi. Chidamliligi birmuncha yuqori, zararli hasharotlar va boshqalardan saqlanish ehtimoli juda katta bo'lgani uchun ular birmuncha genetik o'zgartirilgan organizmlar bo'lgani uchun birmuncha hosildorligi yaxshi bo'ladi, lekin inson organizmi uchun foydali emas. Aksincha zarar keltirish ehtimoli ko'p. Lekin bu ham ya'ni borliqda amalga oshirilgan o'zgarishlardan. Demak, himoya vositalari, pestitsidlar va gerbitsidlar o'simliklar kasalliklardan himoya qiladi. Mineral o'g'itlar, misol uchun azotli, fosfatli va kaliyli o'g'itlar tuproq unumdorligini oshiradi. Aslida bular keyingi davrda, ya'ni 20-asrda ixtiro qilingan, 20-21-asrda ixtiro qilingan ko'p ixtirolar, bular barchasi sun'iy ishlab chiqarilgan borliq turlariga kiradi. Transport fan, misol uchun avtomobillar 1886-yilda Karl Benz birinchi avtomobilni yaratdi. Temir yo'llar 1825-yilda birinchi temir yo'l foydalanishga topshirildi. Samolyotlar, ya'ni parvozi birinchisi amalga oshirilgan Wright, aka Wrightlarniki. Yoki bo'lmasam yuqori tezlikdagi poyezdlar, Yapon poyezdlarini misol keltirish mumkin. Bular borliqdagi yangiliklar, buni barchamiz bilamiz. Fan va falsafada ya'ni kelajak, misol uchun kosmik tadqiqotlar, sun'iy intellekt, biotexnologiyalar, bular yangi umuman kelajak fan etikasi. Endi asosiy masala axloqiy me'yorlarda. Ilmiy tadqiqotlar qat'iy axloqiy me'yorlarga amal qilishi kerak. Usiz bo'lmaydi, chunki ya'ni bu yerda fan uchun yoki taraqqiyot uchun bo'lib qoladi. Biotexnologiyalar ushbu sohadagi yutuqlar axloqiy muammolarni keltirib chiqaradi. Sun'iy intellekt rivojlanishi yangi axloqiy savollarni tug'diradi. Olimlar mas'uliyati, ya'ni olimlar jamiyat oldidagi mas'uliyatlarni his qilishi shart. Qaysiki yangi bir narsa ixtiro qilayotgan payt o'z mas'uliyatlarini his qilishlari shart bo'ladi. Fan va jamiyat. Fanning roli, fan va ta'lim, ilmlarning ommalashuvi, investitsiyalar va hokazolar, bular zamonaviy borliqga misollar bo'la oladi. Demak, xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, anglash, fan borliqni chuqur anglashda yordam beradi. Taraqqiyot u jamiyat taraqqiyotida katta hissa qo'shadi. Kelajakda fanning roli yanada ortib boradi. Endi zamonaviy borliq 21-asrda borliqni tushunishning yangi yo'llari o'rganyapmiz. Borliqni, ya'ni birmuncha bizning ongimizdagi borliq birmuncha o'zgardi. Qadimgi Yunon faylasuflari, misol uchun borliq haqida gapirganda, ayniqsa Aristotel birinchi sabab haqida ko'p aytib o'tgan. O'rta asrlarda esa borliqni Xudo bilan bog'lashgan. Borliqning tarixiy taraqqiyoti, Dekartning falsafasi, Kant idealizmi, Hegel dialektikasi, bular ya'ni yangi davrda o'ziga xos nima qildi? Borliq falsafasiga o'zgarishlar kiritdi, yangiliklar kiritdi. Zamonaviy falsafiy qarashlar, endi bu zamonaviy falsafada misol uchun ekzistensializm, absurdizm yoki bo'lmasam fenomenologiya kabi falsafiy qarashlar, borliqdagi falsafiy qarashlar rivojlandi. Bu haqida yanada keyingi darslarda yana kengroq to'xtalamiz. Borliq va ilm-fan, kvant mexanikasi.
Ya'ni kvant mexanikada kuzatuvchining roli juda muhim. Ya'ni bu yerda kuzatuv borliqning tabiatini o'zgartiradi. Bu kosmologiya, neyrofiziologiya kabi turli xil o'sha borliqdagi yangi fanlar paydo bo'ldi va bu bizning borliq haqidagi qarashlarimizni birmuncha o'zgartiradi yaqin kelajakda. Olimlar juda katta yangiliklar kutib turishibdi. Kvant mexanikasi va borliq. Superpozitsiya va noaniqlik. Zarrachalar bir vaqtning o'zida bir necha holatda bo'lishi mumkin. Kvant dunyosi noaniqliklarga to'la, ya'ni biz kvant fizikasida aniq o'lchovlarni olishimiz, harakatni aniq belgilashimiz juda qiyin. Chunki bir paytda o'zida bir nechta holatda bo'lishi mumkin. Borliqning ehtimoliy tabiati. Kvant darajasida borliqning mavjudligi ehtimollilik bilan belgilanadi. Deterministik dunyo emas. Ya'ni borliq kvant nimasida determinizmdan birmuncha farq qiladi bu. Xo'sh, kuzatuvchining ta'siri haqida gap ketganda, kuzatuvchining mavjudligini borliqqa ta'sir qiladi. Bu kvant mexanikasining eng sirli jihatlaridan biri. Chunki ya'ni biz tadqiqotda kvant mexanikasi shuni ko'rsatib turibdiki, kimdir kuzatib turganda boyagi elektron zaryadlar boshqacha harakat qilyapti, kuzatmaganda esa boshqacha harakat qilyapti. Shuning uchun kuzatuvchining ta'siri haqida juda qiziqarli faktlar, juda qiziqarli bir nimalar keltirilgan, tajribalar keltirilgan. Kosmologiya va borliq. Katta portlash nazariyasi, koinotning kengayishi, cheksiz borliq. Koinot katta portlashdan kelib chiqqan. Bu nazariya borliqning boshlanishini tushuntiradi. Koinotning kengayishi. Koinot doimiy ravishda kengayib bormoqda. Qora materiya va energiya kengayishga ta'sir qiladi. Ya'ni borliqning cheksizligi va ko'p olamlar gipotezasi bu tushunchalar koinot haqidagi yangi savollar tug'diradi. Neyrofiziologiya va ong. Ong va borliq, ya'ni ongning borliq bilan bog'liqligi chuqur o'rganilmoqda. Ong borliqni idrok etish mexanizmidir. Miya va ong. Miya ongning o'zaro ta'siri murakkab. Neyron tarmoqlari ongni yaratadi. Sun'iy ong va uning borliqdagi o'rni munozarali. Kelajakda sun'iy ong borliqni qanday o'zgartiradi degan bir savol bor. Borliqning zamonaviy talqini. Borliqning zamonaviy talqini, misol uchun virtual borliq texnologiyalar, inson texnologiya, raqamli ko'rinishlar va hokazo. Bular borliqning zamonaviy ko'rinishlari. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, o'zgaruvchi tushuncha. Borliq ayni paytda biz oldin eski paytda borliq o'zgarmas deyilardi. Endi yangi zamonaviy qarashlarda, ya zamonaviy falsafada, borliq falsafasida borliq bu o'zgaruvchi tushuncha degan bir fikr ilgari surilyapti. Integratsiya, falsafa, ilm, fan, texnologiyalarning integratsiyasi muhim. U sohalar bir-birini to'ldiradi, deyapti. Borliqni anglashning yangi istiqbollari ochilmoqda. Kelajakda ko'p yangiliklar kutilmoqda. Qadrli talabalar, e'tiborlaringiz uchun rahmat.